Andijon shahar hokimligining orqasida joylashgan 10 qavatli binoyimizni 8-qavati 5 xona 135 kvadratdan iborat bo'lgan ushbu xonadonimiz sotuvini e'lon qilamiz. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalaringiz bilan xonadonimiz sotilyapti. Hozirda oshxona qismidamiz. Oshxona qismimizdagi ko'rib turgan barcha mebel texnikalari mana bu yoqda stul yaqinlar bilan o'tirishga hamda miyahki zona. Bu yoqda bo'lsa mana kattakon smart televizorlari, xullas kalom videoda ko'rinib turgan barcha shaxsiy buyumlardan tashqari mebel texnikalari bilan xonadonimiz sotiladi. Oshxonadan chiqishda bo'lsa shunaqangi zamonaviy kupeli eshiklar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Endi sizlar bilan qolgan xonalarni tanishib o'tamiz. Qani marhamat. Kvartiramiz dizaynerskiy remont asosida premium jihozlar bilan ta'mirlangan. Bu yog'imizda kattakon tosh oyna qo'yilgan. Bu yoqqa alohida kiyimlar ilishga shkafi ham bor. Undan tashqari alohida garderobi ham bor. Video davomida ko'rsatib o'taman. Bu yog'imiz bo'lsa mana birinchi sanuzelimiz. Eslatib o'tamiz, ikkita sanuzeli bor. Ko'rib turibsizlar, premium mahsulotlar ishlatilgan, rakvina, unitazlar, hattoki dushavaylar ham zo'r premium holatdagi manaqa oynalik, kalyonli oynalar bilan jihozlangan. Buni xonamiz bo'lsa, buni yonida kattalar uchun alohida spalnigimiz, ko'rib turibsizlar, dizayniga, remontiga alohida baho berib qo'yasizlar. O'ta ham go'zal holatda. Bu yog'imizda mana o'zini alohida oynalari bor, tryumo, bu yoqda mana televizor qo'yishga joylari mavjud. Endi sizlar bilan qolgan xonalarni tanishib o'tamiz. Qani marhamat. Xonadonimizni qanchalik kattaligini his qilishingiz uchun, misol uchun shu koridorimizni uzunligi 7 metrdan ziyod, eniga bo'lsa 1,5 metr atrofida chiqadi. Bu birinchi zonamiz. Ikkinchi zonamiz bo'lsa, mana bu yog'imiz podez. Podezdan kirganimizda ro'paramizda 3 ta xona va alohida o'zini sanuzellari mavjud. Misol uchun mana sanuzelimiz premium mahsulotlardan qo'yib jihozlangan, sensorli oyna, bu yoqda unitaz, dushlar ham zo'r holatda, mana kalyonli kupeli oynalar qilingan. Hop, bu yog'imiz bo'lsa mana keyingi xonamiz garderobli bo'ladi. Shaxsiy buyumlari borligi uchun xonadon egalarini olishda ilojisi bo'lmadi. Bu yoq qismimiz bo'lsa ikkinchi yotoqxonamiz bo'ladi. Yotoqxonamiz ham premium mahsulotlardan haqiqiy dizaynerskiy proyekt asosida remont qilingan. Pardalariga alohida baho berilib, xonadonga shunaqangi fayz berib turibdi. Miyahki premium shunaqangi spalni, bu yoqda mana tryumok, oynalari ham o'ta ham go'zal. Bu yoqda mana televizorga javonlar, televizor ilishga joylari tashab ketilgan. Xo'p, keyingi xonamiz bo'lsa, mehmonlarni kutib olish uchun mehmonxonamiz bo'ladi. Bu xonamizga kelsangiz, albatta mashaalloh demasdan iloj yo'q. Ko'rib turibsizlar, bunaqangi kartinalar xonadonimizga yana ham fayz berib turibdi. Mehmonlar kutib olishga alohida stullari, bu yoqda mana derazasi hamda pardalari, bu yoqda televizorga alohida javonlari hamda joylari tashab ketilgan. Lyustralariga ham alohida baho berib qo'yamiz. Xonadonimizda narxiga keladigan bo'lsak, hozirda xonadonimizda umuman kommunikatsiyadan muammosi yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya, isitish tizimi bo'lsa, to'pli poldan foydalanilgan asosida ta'mirdan chiqarilgan. Hozirda ushbu xonadonimizga egalari tomonidan $139.900 narx berilyapti. Albatta kelishiladigan joy bor. Shunaqangi kirib yashashga tayyor bo'lgan fayzli uylar hammamizga nasib qilsin. Niyat qilganlar albatta kommentariyalarda amin deb yozib ketamiz. Hamda shunaqangi uy istab yurgan ehtiyoji bor yaqinlarga videoda jo'natib qo'yamiz. Mulk House bilan shunaqangi xonadonlarni birgalikda topamiz. Obuna bo'ling, like bosing, hammaga ushbu videoda jo'nating. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.